kutayotgan taassurotlaringiz? Kinoni posterlaridan o treylerini ko'rmadim oxirigacha, chunki qanaqa qiziq bo'lar ekan. Baribir treylerni ko'rganingizda bilasiz, spoilerlar ochilib qoladi. Chunki kadrni ko'rayotganingizda kinoda hamma joyi treylerda mana bunaqa berilgandi, demak, mana bunaqa narsa chiqargan degan narsa bo'ladi. Shuning uchun oxirgi vaqtlarda kinolarning treylerlarini ko'rmaslikka ham harakat qilaman. Posterlar orqali baho berishga va hozirgisidan kutamiz. Har doimgidek qiziq narsa chiqishi aniq, bu 100%. Lekin qanaqa darajada bo'ladi va qaysi birini birinchi o'ringa chiqaramiz, qaysini ikkiga tushadi, shunisini endi qiziq. Kinoning oxirida bilamiz. Bu yo'q endi syurpriz demoqchi. Shunaqa syurprizlarga tayyormiz. Syurpriz bo'lgani yaxshi. Kino shunisi bilan qiziq. O'rgimchak odam rolini 3 ta aktyor ijro etgan. Ularning orasida qaysi biri yoqadi? Andrew Garfield. Hozirgi Tom Holland sal yana harakat qilsa Andrew Garfieldga o'xshaydi. Человек-паук har doim o'zgacha emotsiyalar bergan. Ochiqini esa treylerni ko'rdim. Haqiqatan bu safar o'zgachasi menimcha. Menimcha har doimgidan zo'r deb o'ylayman. 3 ta aktyor jonlantirilgan. Tobey Maguire. Bu undan boshqasi emas. U bizani desizlar, u bizani qahramon. Bundan boshqasini to'g'risi qabul qilmayman. Biza uchun Человек-паук o'sha bo'lib qoladi haqiqiysi. Bolalikdagi shirin xotira. Chunki originalida unda baribir. Originali. Tugamaydi. У нас всего 3 раунда. У нас есть определенные звуки. У нас первый раунд — это саундтреки из разных фильмов. Ваша задача отгадать, что это за фильм. Второй раунд — это у нас фразы из определенных фильмов. А третий раунд — это у нас звуки, разные звуковые сопровождения, звуковые эффекты от наших героев вселенной Марвел. Вы готовы? Но, есть кто знает? Это уже посложнее. Так, стоп, у нас есть ответ. Он раньше поднял, простите. Вы говорите умеете? Да, хорошо. Простите, я к нему подойду, сейчас узнаю. Что это за фильм? Это Стражи Галактики. Стражи Галактики, вы уверены? Да, правильный ответ. Громкие аплодисменты, это Стражи Галактики. Можно, пожалуйста, призы или беспризорно останьтесь сегодня? O'zbek tilida filmni tomosha qilmoqchi bo'lgan mehmonlarimiz uchun filmimiz 3-zalda bo'lib o'tadi. Taxminan 170-180 atrofida. Lekin ungacha men o'rgimchak odamman. Menga nima bo'lyapti o'zi? Meni sog'ingandirsan. Aqldan ozyapman shekilli. O'zimni boshqara olmayapman. Syomka backstage-larini ko'rib chiqdim internetda. Qaraman, как будто oddiy syomka bo'layotganda olinganda. Lekin kadr montajda prям cho'tki qilingan hammasi. Bilmadim. Buni orqasida qancha komanda, qancha mehnat, qancha odamlarni ishga yotibdi, babqol qoldiradi odamni. Bunaqa fantastik kinodan taassurotlar qanaqa? Endi biz asosan o'z fantastikaga qiziq fantastika ko'ramiz. Bu kinodan men bilib olish uchun ham uzoqroq yurdim shu vaqtgacha kelgancha, chunki spoiler ko'rib qo'ymaslik uchun, bilasiz, bitta bir hafta kech chiqdi, ijtimoiy tarmoqlardan uzoqroq yurdim. Maksimal ajdariyani pastroqqa tushirib, chunki bilamiz 3-qismida planka juda ko'tarilib ketgan edi. 4-qismdaqa bo'lishi mumkin emas o'zi. Yoqdi, plankani pastga tushirib ko'rganimiz yoqdi. Bu qandaydir ma'noda o'rgimchak odami ulg'aygani. Masalan, oldin Tobey Maguire ham, Andrew Garfield o'rgimchak odami ham o'sha o'qish davri, institut davrini ko'rsatgan. Bizga bu o'rgimchak odam o'sha institut davridan keyingi hayotini ko'rsatib berdi va menga yoqdi masalan. Ya'ni uni katta hayotini. Katta hayotini va mana shu Tom Holland ijrosidagi o'rgimchak odami ham endi bemalol o'sha Tobey Maguire va Andrew Garfieldni yoniga qo'shib qo'yib 3 ta legenda o'rgimchak odam desak ham bo'ladi menimcha. Qanday bo'lsang shundayligincha sevadi. Nimadir qilmoqchi bo'lsang shu zahot qil. Buni hech qachon unutma. Qanchalik kuchli bo'lsang ham. Xullas, premyeradan chiqdik, kinoni o'zimiz ko'rdik, lekin sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bunaqa kino hali O'zbekistonda, to'g'risini aytaman, o'zbek tilida men ko'rmaganman. Juda original, juda sifatli kino. Kelib ko'rish kerak. Reportajda kichkina bo'lakchalari bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bizda hozircha shu. Rahmat.